bugungi kunda dunyo aholisi 8 milliard bo'ladigan bo'lsa, 8 milliard. 1 milliard odam och uxlaydi bugun, ovqat topa olmaganligidan. Yeyishga hech narsasi bo'lmaganligidan och yotadi. Biz esa Ramazonni ariqlash uchun tutamiz. Shukr qiling Allohga. Mana bu insonlarni bir holini o'ylab ko'ring azizlar. Hatto Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bir xurmo bilan saharlik qilib, bir xurmo bilan iftorlik qilishgan. Biz bugun iftorlikda nimalar yeyapmiz, nimalar ichyapmiz, bir e'tibor qarating. Kimni uyiga bugun iftorlikka boradigan bo'lsangizlar, bir ovqat bilan qaytmaysiz. Yo bormi shunaqa ayting? Bir ovqat bilan qaytadigan bormi hozir? Iltimos qilsa ekan, iltimos bir ovqat qiling, bir ovqat. Taroyifda kechda og'irroq bo'ladi. Ozroq yeb borish kerak. Bir ovqat qiling. Iltimos qilsam, hech bo'lmaganda 2 ovqat qiladi. Bo'lmasa 3 ovqat, 4 ovqat qiladi. O'zi bu Ramazon mana shu ochlarni holini bir o'ylab ko'rishlik uchun emasmi?